Jahongir aka, bizga ko'plab murojaatlar kelib tushgan. Rezonoterapiya uy sharoitida olsa bo'ladimi? Uy sharoitida olinadigan muolaja emas, mutaxassis nazoratida olinishi kerak bo'lgan muolaja hisoblanadi. Yosh bolalarga ham mumkinmi? Necha yoshdan o'zi rezonoterapiya olish mumkin? Yosh bolalarda asosan qo'llanilmaydi. 18 yosh va 20 yoshdan boshlab kattalarda ham olishi mumkin, lekin asosan faqat ko'rsatma bo'lgan taqdirdagina 16 yoshdan olinishi mumkin. Rezonoterapiya faqatgina bitta muolajami yoki ko'plab muolajalar olinadimi? Yo'q, to'g'ri savol. Rezonoterapiya kurs lecheniya hisoblanadi. Bu 5 kundan 10 kungacha olinishi kerak bo'lgan muolaja. Homilador ayollarga kelsak, necha oyligidan olsa bo'ladi? Bu savol endi individual hisoblanadi. Ginekolog ko'rsatmasiga binoan 12 haftalikdan boshlab olinsa bo'ladi. Emizikli ayollarga mumkinmi? Ha, albatta, emizikli ayollar olsa ham bo'ladi. Sababi emizikli ayollarda asosan immunitet tushadi, shuni hisobiga qonni kislorod bilan to'yintirish ham yaxshi yordam beradi. Rezonoterapiya olishdan oldin qanday tekshiruvlardan o'tish kerak? Rezonoterapiya olishdan oldin maxsus o'tkaziladigan tekshiruvlar yo'q, lekin mutaxassislar, ya'ni vrachlar maslahati bilan olsa bo'ladi. Qanday mutaxassislarga uchrashish kerak? Masalan, homilador ayollar va ginekolog maslahati asosida olinadi. Yoshi kattalar, ular terapevt maslahati bilan olsalar bo'ladi.